Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto aytish mumkinki ko'pchiligimiz uchun og'riqli bo'ladigan bir masalani muhokama qilamiz. Men shu yerda sizning oldingizda bugungi mavzu haqida to'liq va aniq ma'lumot berish uchun. Bu shunchaki bir yangilik emas. Bu 2026 yil iyirmaydan boshlab yuzaga keladigan va har bir nafaqaxo'rning hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan jiddiy o'zgarishlar haqidagi ogohlantirishdir. İşonchi komilki, ushbu videodagi ma'lumotlar nafaqat sizning, balki oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz va atrofdagi barcha pensionerlarning kelajakdagi moliyaviy barqarorligiga ta'sir qiladi. Shuning uchun iltimos ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zga e'tibor bering. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotlar hayotiy ahamiyatga ega. Avvalo, vaziyat qanday edi va endi nima o'zgaradi? Shuni aniq tushunib olaylik. Uzoq vaqtdan beri mamlakatimizda nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash maqsadida turli qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar tizimi mavjud edi. Ayniqsa eng kam ta'minlangan qatlam uchun asosiy nafaqaga qo'shimcha ravishda, kommunal xizmatlar uchun kompensatsiyalar, dorilar uchun qisman qoplamalar va ayrim toifadagi fuqarolarga beriladigan moddiy yordam kabi chora-tadbirlar amalda edi. Bu tizim juda ko'p pensionerlar uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lib, ularga minimal turmush darajasini saqlab qolishda yordam berardi. Masalan, ijtimoiy himoya to'lovi deb nomlangan maxsus nafaqa turi mavjud ediki, uni belgilangan minimal daromaddan kamroq daromadga ega bo'lgan yolg'iz yashovchi pensionerlar yoki oilasida boshqa boquvchisi bo'lmaganlar olish huquqiga ega edilar. Bu to'lov, masalan, oyga o'rtacha 300 ming so'mga yaqin summani tashkil etar edi. Bu esa ko'pchilik uchun kommunal to'lovlarni qoplashda katta yordam edi. Biroq 2026 yil iyirmaydan boshlab vaziyat tubdan o'zgaradi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qarorga muvofiq ijtimoiy himoya to'lovi kabi ayrim qo'shimcha nafaqalar va imtiyozlar tizimi qayta ko'rib chiqiladi va yangi mezonlar asosida berila boshlaydi. Aslida gap shundaki, bu turdagi qo'shimcha to'lovlarni olish shartlari keskin kuchaytiriladi. Ilgari ushbu to'lovni olish uchun faqatgina ma'lum bir daromad darajasidan past bo'lish va yolg'iz yashash kabi oddiy shartlar yetarli bo'lardi. Endilikda esa yangi qoidalarga ko'ra pensionerning shaxsiy daromadlari bilan bir qatorda uning oila a'zolarining umumiy daromadi, uy-joy sharoitlari, mulkining mavjudligi va hatto sog'lig'i holati ham inobatga olinadi. Eng asosiysi, ushbu to'lovlar endi avtomatik tarzda emas, balki har 6 oyda bir marta pensionerning har tomonlama moliyaviy va ijtimoiy holatini qayta baholash asosida beriladi. Bu esa ko'plab pensionerlar uchun qo'shimcha byurokratik to'siqlarni va moliyaviy ta'minotning noaniqligini keltirib chiqaradi. Bunday o'zgarishlarning asosiy sababi ijtimoiy himoya tizimini yanada maqsadli qilish, ya'ni haqiqatan ham muhtoj bo'lganlarga yordam berish. Ammo bu jarayonda ko'plab pensionerlar o'zlarining uzoq yillik imtiyozlardan mahrum bo'lish xavfi ostida qolishmoqda. Keling, endi bu yangiliklarni batafsil ko'rib chiqaylik. Kimlar bu o'zgarishlardan jiddiy xavotirga tushishi kerak va kimlarga bu unchalik ta'sir qilmaydi? Tushunish uchun aniq misollarga murojaat qilamiz. Birinchi qism, kimlar xavotirga tushishi kerak? Billi. Oilasida ishlaydigan farzandlari yoki nevaralari bo'lgan pensionerlari ijtimoiy himoya to'lovi yoki shunga o'xshash imtiyozlarni olishda asosan arizachining shaxsiy daromadi inobatga olinardi. Endilikda yangi qoidalarga ko'ra, agar sizning oila a'zolaringiz, masalan, siz bilan bir xonadonda yashovchi farzandlaringiz yoki nevaralaringiz ishlaydigan bo'lsa va ularning umumiy daromadi belgilangan me'yordan oshsa, siz ushbu qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Misol, Farida opa 75 yoshda, nafaqasi 1.500 ming so'm. U yolg'iz yashaydi va har oyda 300 ming so'm ijtimoiy himoya to'lovi olardi. Bu to'lov unga kommunal xizmatlarni to'lashda, ayniqsa qishda gaz va elektr uchun katta yordam edi. Lekin bir yil avval uning o'g'li chet eldan qaytib keldi va hozir bir korxonada oyiga 5.000 ming so'm maosh bilan ishlamoqda. Ular bir uyda yashaydi. Yangi qoidalar kuchga kirgach, Farida opaning o'g'lining daromadi ham hisobga olinadi. Agar oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromad aytaylik 2.000 ming so'mdan oshsa, Farida opa o'zining 300 ming so'mlik qo'shimcha to'lovidan mahrum bo'ladi. Bu uning byudjetiga jiddiy zarba beradi. Chunki bu summa uning oyiga dorilar yoki oziq-ovqat xarajatlarining bir qismini tashkil qilardi.
Endi u har oy shu pulni boshqa manbadan topishga majbur bo'ladi. Uning oilasi farovon bo'lsa ham, Farida opa o'zining mustaqil moliyaviy erkinligining bir qismidan mahrum bo'ladi. Ikki kichikroq, ammo doimiy daromad manbalariga ega bo'lgan pensionerlar, ba'zi pensionerlar kichik yer uchastkasidan dehqonchilik qilib yoki kichik xizmatlar ko'rsatib qo'shimcha daromadga ega bo'lishadi. Bu daromadlar rasmiy ro'yxatga olinmagan bo'lishi mumkin edi. Endilikda davlat ijtimoiy himoya xizmatlari sizning mulkingiz va moliyaviy ahvolingizni har tomonlama baholaydi. Misol, Ahmad bobo 50 yoshda, nafaqasi 1200 ming so'm. U hovlisida kichik bog'dorchilik bilan shug'ullanib, mavsumda bozorga meva sabzavot olib chiqadi. Bu unga oyga o'rtacha 500 ming so'mga yaqin qo'shimcha daromad keltirardi. Ilgari bu daromad uning qo'shimcha ijtimoiy to'lov, masalan, 2020 ming so'm bo'lishiga to'sqinlik qilmasdi. Chunki bu norasmiy daromad hisoblanardi. Endilikda esa yangi qoidalarga ko'ra bunday daromadlar ham qat'iy nazorat ostiga olinadi. Ijtimoiy himoya agentliklari sizning turmush tarzingiz, iste'molingiz va mol-mulkingizni tahlil qilib, norasmiy daromadingiz borligini aniqlashi mumkin. Agar Ahmad boboning uyida qimmatbaho texnika yoki boshqa mol-mulk topilsa, bu ham uning umumiy moliyaviy holatiga ta'sir qiladi. Agar ushbu norasmiy daromadlar hisobga olinganda uning umumiy daromadi me'yordan oshsa, u qo'shimcha to'lovidan ayriladi. Bu Ahmad bobo uchun yomon yangilik, chunki u nafaqat o'z mehnatidan kelgan daromadiga tayanib yashardi, balki o'sha qo'shimcha nafaqaga ham umid qilardi. Uti, yolg'iz yashovchi, lekin turar joy mulkiga ega bo'lgan pensionerlar yangi qoidalarga ko'ra, agar pensioner o'zi yashab turgan uydan tashqari boshqa ko'chmas mulkka, masalan, foydalanilmayotgan uy, dala hovli, yer uchastkasi ega bo'lsa, bu ham uning ijtimoiy himoya to'lovi olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Garchi bu mulkdan daromad olinmasa ham, uning mavjudligi pensionerning moliyaviy barqarorligi ko'rsatkichi sifatida baholanishi mumkin. Misol, Maryam 70 yoshda, nafaqasi 20 million 3,5 million so'm. U bitta kichkina uyda yolg'iz yashaydi va har oyda 2,5 ming so'm ijtimoiy himoya to'lovi oladi. Uning chekka qishloqda yaroqsiz holatga kelgan, faqat yozgi dam olish uchun ishlatiladigan kichkina dala hovlisi bor edi. Ilgari bu uning to'lov olishiga to'sqinlik qilmasdi. Endi esa yangi nizomga ko'ra har qanday ko'chmas mulkning mavjudligi baholashda inobatga olinadi. Garchi u dala hovlidan hech qanday daromad olmasa ham. Hukumat organlari bu mulkni aktiv sifatida baholashi va Maryam ayaning moliyaviy holati yetarlicha yomon emas degan xulosaga kelishi mumkin. Natijada u 2,5 ming so'mlik to'lovdan mahrum bo'lishi ehtimoli yuqori. Bu pul uning dorilari va oziq-ovqat uchun juda muhim edi. Kimlar xavotirga tushmasligi kerak? Bir, haqiqatan ham yolg'iz, boshqa daromad manbalariga ega bo'lmagan va oila a'zolaridan moddiy yordam ola olmaydigan pensionerlar. Agar sizning nafaqangiz juda kam bo'lsa, siz bilan birga yashovchi ishlaydigan oila a'zolaringiz bo'lmasa, bank hisobingizda katta miqdorda pul yoki qimmatbaho mol-mulk mavjud bo'lmasa, unda sizning ijtimoiy himoya to'lovi olish huquqingiz saqlanib qolishi mumkin. Yangi qoidalar aynan shunday toifadagi fuqarolarga yordamni yanada maqsadli yo'naltirishni ko'zda tutadi. Misol, Zuhra aya Paybinjin 2 yoshda. U umr bo'yi o'qituvchi bo'lib ishlagan. Hozir nafaqasi 1 million 100 ming so'm. Erini uzoq yillar avval yo'qotgan, farzandi yo'q. Bir xonali kvartirada yolg'iz yashaydi. Uning boshqa mol-mulki ham, bankdagi jamg'armalari ham yo'q. U har oyda 300 ming so'm ijtimoiy himoya to'lovi oladi. Va bu uning kommunal to'lovlari, dorilar uchun juda katta yordam. Yangi qoidalarga ko'ra, Zuhra ayaning moliyaviy holati jiddiy ravishda muhtoj deb topiladi. Uning yashash sharoitlari, daromadlari va mol-mulki qat'iy mezonlarga javob beradi. Demak, u o'zining qo'shimcha to'lovini olishda davom etadi. Hatto yangi qoidalar uning holatda to'lov miqdorini oshirishi ham mumkin. Chunki hozirgi tizim aynan shunday. Haqiqatan ham muhtoj bo'lgan yolg'iz kishilarga ko'proq e'tibor qaratishga intilmoqda. 2. Nogironligi bor va doimiy parvarishga muhtoj bo'lgan yolg'iz pensionerlar. Alohida e'tibor nogironligi bor, ayniqsa birinchi guruh nogironligiga ega bo'lgan yolg'iz pensionerlarga qaratiladi. Ularga nisbatan baholash mezonlari yumshoqroq bo'lishi yoki ular uchun alohida kvota ajratilishi mumkin. Misol, Said aka 68 yoshda, il guruh nogironi, harakatlanishda jiddiy muammolarga ega. Nafaqasi 1 million 400 ming so'm. Unga doimiy parvarish kerak va bu uchun pul to'laydi. U har oyda 30 ming so'm qo'shimcha to'lov oladi. Uning uyi kichkina.
hech qanday mol mulki yoki boshqa daromad manbai yo'q. Yangi tizimda Said akaning nogironligi va parvarishga muhtojligi alohida inobatga olinadi. Hukumatning maqsadi aynan shunday himoyaga muhtoj qatlamni himoyasiz qoldirmaslikdir. Ehtimol uning qo'shimcha to'lov miqdori hatto oshirilishi ham mumkin. Chunki yangi tizim aniq maqsadli yordam berishga qaratilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, bu faqat taxminiy misollar. Har bir holat alohida ko'rib chiqiladi va mahalliy ijtimoiy himoya bo'limlari tomonidan chuqur tahlil qilinadi. Ammo asosiy tendensiya ijtimoiy yordamni yanada aniq yo'naltirish. Ya'ni haqiqatan ham muhtoj bo'lganlarga berish. Bu esa qiyinroq vaziyatdagi pensionerlar uchun katta muammo tug'diradi. Endi esa ushbu yangi qoidalarning istisnolari, tuzoqlari va ko'pchilik e'tibor bermaydigan noaniq jihatlar haqida gaplashaylik. 1. Bobo bu pensiyalar va oilaviy nafaqalar. Ba'zi oilalarda farzandlarning daromadlari sababli pensionerlar o'zlarining qo'shimcha ijtimoiy to'lovlardan mahrum bo'lishsa-da, agar ularning yonida voyaga yetmagan nevaralari bo'lsa va ularga g'amxo'rlik qilish yuklatilgan bo'lsa, vaziyat biroz o'zgarishi mumkin. Yangi qoidalarda oilaviy ijtimoiy ta'minot tushunchasi paydo bo'ladi. Bu esa bola parvarishlayotgan pensionerlar uchun ba'zi imtiyozlarni saqlab qolishi mumkin. Lekin bu hali ham aniq emas va har bir holat jiddiy o'rganiladi. Masalan, oila daromadi yuqori bo'lsa ham, agar pensioner yolg'iz o'zi nevarasini boqayotgan bo'lsa, unga alohida e'tibor berilishi mumkin. Bu shartlar har doim ham oshkor etilmaydi va ko'pincha odam omiliga bog'liq bo'ladi. 2. Turar joy mulkining qiymati va aholi punktining turi qishloq joylaridagi eski, deyarli qadrsiz uylar shahar markazidagi qimmatbaho kvartiralar bilan bir xil baholanmaydi. Yangi tizimda mulkning joylashuvi, uning bozor qiymati va texnik holati ham inobatga olinishi kerak. Agar sizning chekka qishloqda biror eski uy joyingiz bo'lsa, bu shaharda yashayotgan va ikkinchi kvartiraga ega bo'lgan pensionerga nisbatan boshqacha baholanadi. Ammo bu kabi farqlar me'yoriy hujjatlarda aniq belgilanmagan bo'lishi mumkin. Bu esa joylarda turli xil qarorlarga olib kelishi mumkin. Pensionerlar bu holatlarga alohida e'tibor berishlari va o'zlarining vaziyatlarini to'liq tushuntirib berishlari kerak. O'ti, yashirin xarajatlar va psixologik bosim. Yangiliklarning eng katta tuzoqlaridan biri bu qayta baholash jarayonining o'zi. Har 6 oyda moliyaviy holatni tasdiqlash uchun turli hujjatlarni yig'ish, turli idoralarga borish, so'rovnomalarni to'ldirish zarurati paydo bo'ladi. Bu qariyalarga psixologik va jismoniy jihatdan katta bosim o'tkazadi. Ba'zida byurokratik to'siqlar shunchalik ko'p bo'ladiki, ba'zi pensionerlar shunchaki qo'l siltab o'z huquqlaridan voz kechishga majbur bo'lishadi. Bu esa to'lovdan mahrum bo'lishga olib kelishi mumkin. Shuningdek, hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirmaslik, hatto kichik bir xato ham arizani rad etishga sabab bo'lishi mumkin. Dard, kelajakdagi o'zgarishlar va aniq muddatlar. Qabul qilingan qonun hujjatlariga ko'ra 2026-20 boshlab bu o'zgarishlar kuchga kiradi. Biroq bu dastlabki qadam bo'lishi mumkin. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini optimallashtirish bo'yicha keyingi qadamlar haqida hali ochiqchasiga gapirmadi. Ya'ni keyinchalik yana ham kuchliroq cheklovlar yoki butunlay yangi qoidalar joriy etilishi ehtimoli mavjud. Bu noaniqlik ko'plab pensionerlar uchun qo'shimcha xavotir manbaidir. Ularning moliyaviy rejalashtirish imkoniyatlari cheklanadi. 5. Mahalliy hokimiyat organlarining roli, garchi marqalashtirilgan qoidalar joriy etilsa-da, mahalliy hokimiyat organlari va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari mahalla hali ham alohida hollarda taqdim etiladigan yordam miqdorini aniqlashda ma'lum darajada erkinlikka ega bo'lishi mumkin. Ba'zi mahallalar o'z byudjetidan qo'shimcha yordam ajratish yoki muhtojlarni aniqlashda odam omilini hisobga olishlari mumkin. Lekin bu hamma joyda ham bir xil bo'lmaydi va aniq qoidalar bilan tartibga solinmagan. Bu esa adolatsizlikka yoki turli hududlarda turli xil yondashuvlarga olib kelishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, yangi tizimning asosiy maqsadi yordamni aniq manzilga yetkazish. Lekin bu jarayon qanday amalga oshirilishi va qanday natijalar berishi hali to'liq aniq emas. Ko'plab pensionerlar uchun bu yangiliklar moliyaviy barqarorlik va osoyishtalikni yo'qotish demakdir. Xo'sh, aziz do'stlar, ushbu jiddiy o'zgarishlarga duch kelmaslik yoki ularning salbiy oqibatlarini minimallashtirish uchun nima qilish kerak? Men sizga bir nechta aniq amaliy tavsiyalar beraman. 1. Hujjatlaringizni tartibga soling va yangilang. Sizning oilaviy ahvolingiz, daromadlaringiz, mulkingiz va yashash sharoitingiz haqidagi barcha hujjatlar
pasport, nikoh yoki ajralish guvohnomalari, tug'ilish guvohnomalari, mulk hujjatlari, bank hisob varaqlarining ko'chirmalari. Nogironlik guvohnomasi va boshqalar tartibli bo'lishi kerak. Hamma narsa dolzarb va haqiqiy bo'lishini ta'minlang. Agar sizning oilangizda yashovchi shaxslar ro'yxati, daromadlari yoki mulki bo'yicha o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, barcha ma'lumotlarni yangilashga harakat qiling. Bu kelajakdagi arizangizni ko'rib chiqish jarayonini tezlashtiradi va qiyinchiliklarning oldini oladi. 2. Mahalliy ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. 2026-yil 20 oygacha ancha vaqt bor. Ammo siz hozirdayoq harakatni boshlashingiz kerak. O'z yashash joyingizdagi ijtimoiy himoya agentligining bo'limiga boring. U yerda sizga yangi qoidalar haqida batafsil ma'lumot beriladi va sizning shaxsiy holatingizda qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkinligini tushuntirishlari shart. Sizning daromadlaringiz va mol mulkingizga qarab. Qaysi toifaga kirishingizni aniqlab bering. U yerda aniq qanday hujjatlar talab qilinishini, arizani qanday to'ldirish kerakligini va qanday mezonlar asosida qaror qabul qilinishini so'rang. Hech qachon keyinroq deb kechiktirmang. Yuridik maslahat oling. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, masalan, notarial tasdiqlanmagan mulkingiz bo'lsa, bir necha oila a'zolari bilan yashasangiz yoki boshqa noaniq vaziyatlarga duch kelsangiz, malakali huquqshunos yoki ijtimoiy huquq bo'yicha mutaxassis bilan maslahatlashing. Ba'zida kichik bir yuridik muammo sizning foydangizga hal bo'lishi mumkin. Bevosita davlat organlariga murojaat qilishdan oldin o'z huquqlaringizni va imkoniyatlaringizni bilib olish juda muhim. Bu mutaxassis sizga qanday hujjatlar kerakligini aniqlashda, arizangizni to'g'ri rasmiylashtirishda va hatto shikoyat qilish zarur bo'lganda yordam bera oladi. 4. Bank hisob varaqlarini tahlil qiling. Agar sizning bank hisobingizda katta miqdorda pul bo'lsa, bu ham sizning ijtimoiy himoya to'lovini olish huquqiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yangi qoidalarga ko'ra, bankdagi jamg'armalar ham moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichi sifatida baholanishi mumkin. Shu sababli 2026-yil 20 oyga qadar o'z jamg'armalaringizni optimallashtirish haqida o'ylash kerak. Balki ularning bir qismini oila a'zolariga o'tkazish yoki boshqa moliyaviy vositalarga sarmoya kiritish haqida o'ylash mantiqan to'g'ri bo'ladi. Ammo bu jarayonda qonuniy xususiyatlarni hisobga olish zarur. 5. Oilaviy daromadlar va mol mulkni baholang. Barcha oila a'zolarining daromadlari va ularning umumiy mol mulkini hisobga oling. Agar oila a'zolaringiz siz bilan birga yashasa va ularning daromadi yuqori bo'lsa, bu sizning ijtimoiy to'lovni olish imkoniyatini kamaytiradi. Bunday holatda oilaviy byudjetni qayta ko'rib chiqish va o'zingizning moliyaviy holatingizni mustaqil ravishda yaxshilash yo'llarini izlash kerak. Ehtimol farzandlaringizga o'z mol mulkingizni rasmiylashtirish yoki ijara shartnomalarini rasmiylashtirish haqida o'ylash kerak bo'lar. Bu harakatlar aniq yuridik xususiyatga ega ekanligini unutmang. 6. Ma'lumot tarqatish va birlashish. Ushbu videoni barcha do'stlaringiz, tanishlaringiz va ayniqsa pensioner yoshdagi qarindoshlaringizga yuboring. Bu ma'lumot qancha ko'p odamga yetsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Ba'zida birgalikda harakat qilish, masalan, jamoaviy murojaatlar yoki mahalliy hokimiyatga savollar berish vaziyatni o'zgartirishga yordam berishi mumkin. Birgalikda muammoga e'tibor qaratish hukumatning o'zgarishlarini qayta ko'rib chiqishga undashi mumkin. Aziz do'stlar, bugungi videoda men sizga 2026-yil 20 oydan boshlab pensionerlar uchun kutilayotgan jiddiy o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Men yana bir bor ta'kidlamoqchimanki, bu shunchaki bir yangilik emas. Balki har bir nafaqaxo'rning hayotiga bevosita ta'sir etuvchi haqiqatdir. Oldindan ogohlantirilgan, demak qurollangan degan gap bejiz aytilmagan. Hozirdan harakat qiling, ma'lumot to'plang. Maslahatlar oling va o'z huquqlaringizni himoya qiling. Ushbu mavzu bo'yicha sizning fikringiz qanday? Siz bu o'zgarishlar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu yangiliklar sizga qanday ta'sir qilishi mumkin? Iltimos, o'z fikrlaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun qadrli. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda kelgusida bunday muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Biz har doim siz bilan eng muhim va dolzarb masalalarni muhokama qilishga tayyormiz. O'zingizni asrang va moliyaviy barqarorligingizga e'tiborli bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.